Ochiq oshkor eski odam yomonmi yoki o'zini yushiralaydigan eski odam yomonmi? Uch podshohlikdagi ikki odamni esingizga keltiring. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Lyubo hammanglar bilamiz. U boshqalarga nihoyat sadoqatsiz. Doim boshqalarga sadoqatsizlik qiladi. Ham shu sababli eng oxirida Savsov tarafidan o'ldirildi. Endi mushu holatdan Lyuboni nurg'un kishilar nihoyat eski deb qaraydi. Shunga uningdan yiroq qochdi. Demek, Lyubo bir eski adam. Buni hamma odam e'tirof qiladi, biladi, ham uningdan yiroq qochdi. Shunga uningdan ziyonkashlik uchraydigan odam balkim oz bo'lishi mumkin. Undaq bo'lsa, o'zini yushira oladigan eski odammi bormi? Undaq bo'lsa, o'zini yushira oladigan eski odammi bormi? U dal Lyubo. Lyubo qarmoqqa nihoyat yaxshi ko'rindi, ammo astirtdan nurg'unlagan kishilarni o'ldirib o'tdi ve başkalarına ziyankeşlik kıldı. Demek, eğer Lyubo bilen Lyubo ikisini silishtiradigan bo'lsak, Lyubo uçuk aşkara eskilik qiladi adam. Lyubo bo'lsa, o'zini yushirib turib, yaxshi ko'z tutib turib, eskilik qiladi adam. Demek, ikisini silishtirsak, Lyubo qaragandimi, Lyuboni natijasi eski deb qarashga bo'ladi. Chunki uningdan kelgan xavfni siz his qilolmaysiz. Shunga agar sizning atrofingizda shunday odamlar bo'lsa, belkim uçuk aşkar eskilik qilgan odamdimi sizga bildirmay turib, tuydurmay turib eskilik qiladigan odam balkim eng eski bo'lishi mumkin. Agar sizin bu gaplarimga qo'shilsangiz, astidagi inkas rayoniga alt raqamni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jondarchilik ayt mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.